Assalomu alaykum. Yana bir bor boshladik ishni. Tak. Hammasini yaxshi boshlaymiz. Laboratoriyning slabi ko'p vaqt uni ushlab tura olmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Tak, напряжение berdik. Bu yerda 132 volt ko'rsatgani bu просто ограничение bu. Multimetr. Реальное напряжение buni. Tak, hozir buni yoqamizda. Biraz qo'yamiz bu yoqqa. Так, напряжение ko'tardi. Hozir prostavkasiman bu, chunki bu yerda laboratoriyaning mana 77 voltga почти 3 amper beradi, 2.9 gacha. Maksimum beradi. Mana shu 300 wattlik laboratoriya. O'zim ограничить qo'yganman, ko'proq bersa bo'ladi. Endi uzoq vaqtga qizdirmaslik uchun. Mana MPT kontrol ishlayapti. Mana korrektor koeffitsient mo'shimiz. Hammasi ishlayapti. Mana sinus chiqaryapti. Bu bitta fazaniki. Mana ko'rasizlar. Amplituda 364 voltgacha. Переменное напряжение RMS 258 voltgacha. Почти 260 voltgacha anaqa faza, bitta faza. Endi buni bismillahirrohmanirrohim buni yoqamiz endi. Yondi. Так, mana kirib kelayotgan напряжение hozir прямой berdim. Почти 300 volt. 282 volt. 0 hozir ketyapti, bu fazdan ko'rinmayapti. Ko'rishimiz uchun 0 birinchi yoqishimiz kerak. Tak, fokus bo'ldi. 0 yoqamiz, keyin 3 ta fazani yoqamiz. Напряжение tushdi. Hozir ishga tushdi. Shuni mana ko'ryapti o'zi fazani. Mana apparatni отчет ketdi. 56, mana 240 volt ko'ryapti. Kirish mana 282, mana fazaniki DC bu AC. Fazaniki 242, 240 volt. Так, hozir mana обратный отчетdan keyin yoqiladi. Ko'p ushlab tura olmaydi laboratoriyam. Bas, lekin teshikashga yetadi. Transformatorim bordi, alyumindan o'rnagandim. 380 chiqaradigan alyumin kuyib qoldi. Unga endi metni o'rashim kerak. Met olib kelish kerak. Metim yetmaydi unga. Unga vaqt kerak. O'ragandan keyin laboratornik o'rnidan shuni ishlataman. Tak. Hozir 630 volt chiqaryapti bu yerda. Kirish 77 volt, mana 630 volt. Mana korrektor koeffitsient moshini ko'tarib beryapti. Bu 5 kilovatgacha hisoblangan. Tak, 00 bo'ldi. Hozir ishga tushadi. Hozir ikkinchi relay yoqiladi, ishga tushadi. Mana ishga tushdi. Mana 0.5 amper ketdi. Напряжение tushib ketdi. Bu обратный отчет. Anaqa ko'tarmaydi ko'p. O'chirildi. Bo'ldi. Hammasi ishlayapti.